Assalomu alaykum. Men ismim Quvonchik. Men Letin onlayn maktabining matematika ustoziman. Bizning maktabimiz 2025-yildan beri o'z faoliyatini onlayn tarzda olib bormoqda. Bizning asosiy maqsadimiz o'quvchilarga nafaqat matematikani o'rgatish, balki matematikani ularning eng sevimli faniga aylantirishdir. Bugungi videomizda biz sizlarni platformamiz bilan tanishtirib o'tamiz. Bugun ko'rib chiqadigan narsalar qanday qilib platformada ro'yxatdan o'tish, qanday qilib kurslaringizni ko'rish bo'ladi. Bizning platformamizdagi barcha imkoniyatlardan qanday qilib unumli foydalanishni ko'rsatib o'tamiz. Agar tayyor bo'lsangiz boshladik. Birinchi navbatda telefoningizda App Store yoki Play Market orqali Exot ilovasini yuklab olamiz. Demak, Exot ilovasiga kirganimizda pastki qismida maktab saytini kiriting qismi bor. Va bu yerga maktab saytini kiritamiz. Liti School o'z deb kiritamiz. Saytga kirganimizdan keyin bizda mana shu oyna chiqadi va bizdan shaxsiy kabinetga o'tishimiz uchun ro'yxatdan o'tish talab qilinadi. Ro'yxatdan o'tish ikki xil usulda bo'ladi: telefon raqam orqali va pochta email orqali. Biz telefon raqam orqali o'tamiz. Telefon raqamni kiritganingizdan so'ng sizga parol qismiga bizning adminlarimiz tomonidan telefon raqamingizga SMS orqali kod jo'natiladi. Mana shu kodni kiritasiz. Agar mabodo SMS bormasdan qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q. Bizning adminlarimiz yana sizga bir bora parolni jo'natishadi. Parolni kiritish orqali o'zingizni shaxsiy kabinetingizga o'tib olishingiz mumkin. Shaxsiy kabinetimizga o'tganimizda bizda pastki qismida 4 ta tugmachani ko'rasiz. Keling, bir boshdan tushuntirib beraman. Demak, ta'lim qismida siz sotib olgan kurslar kelib chiqadi. Ya'ni nechta kurs sotib oladigan bo'lsak, hammasi aynan mana shu ta'lim qismida ko'rishimiz mumkin. Bizda hozir bitta kurs mavjud. Keling, kursni ichiga kirganda qanaqa jarayonlar bo'ladi? Kursni ichiga kirganimizda bizda 15 yillik tajribaga ega bo'lgan ustozlar tomonidan o'tilgan darsliklar sizga taqdim etiladi. Demak, birinchi kurs mavzusini to'liq ko'rib chiqamiz. Va ko'rib chiqqanimizdan keyin kurs yoqqan bo'lsa, like tugmasini, agar kursda qanaqadir, ya'ni dars davomida qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, dislike tugmasini bosganimizda izohlar qoldirish uchun bizda joy chiqadi. Bu yerga qanaqadir o'zingiz izohlaringizni yozishingiz mumkin bo'ladi. Darsni ko'rib bo'lganimizdan keyin bizda testlash qismi chiqadi. Ko'rib turganingizdek, bizda oldin bu testni 2 marta ishlashga urinib ko'rganmiz, lekin bizda qo'yilgan foiz bor, ya'ni bitta mavzudan ikkinchi mavzuga o'tishingiz uchun eng kamida testning 70% ishlashingiz kerak. Va bu 70% ga yetmaydigan bo'lsa, siz o'sha testni qayta va qayta ishlashga majbur bo'lasiz. Endi hozir biz ko'rib turganmiz, 2 marta urinib ko'rganmiz, lekin o'ta olmaymiz. Endi yana qayta urinishda qayta o'tish tugmasini bosamiz. Shunda bizga testlar yana qaytadan ko'rinishda boshlaydi va bu yerda ishlanadi. Testlar, javoblarni belgilaysiz va oxirgi pastki qismida savollarni jo'natish, ya'ni tamomlash qismi bor. Tamomlashni bosganimizda quyidagi ko'rinishda sizda javoblaringiz to'g'ri yoki noto'g'riligi ko'rinib turadi. Va ko'ringanidek, boya 2 ta urinish bordi va 3-urinishda ham biz o'ta olmadik. Endi mana bu ko'zchani bosganimizda nechta savolda xato qildik, qaysilari to'g'ri ishladik, hammasi ko'rinadigan bo'lsa, o'shani yana bir bosganimizda quyidagi ilova yopiladi. Va oldingi tugmasini bosganimizda bizda hech qanaqa hozir darslik ko'rinmaydi. Sababi belgilangan 70% lik test natijasidan biz hali o'tmadik. Joriy darsga qaytishni bosamiz va yana kursni qaytadan ko'rib, umumiy 70 ball yiqqunimizga qadar misollarni qaytadan ishlaymiz. Ikkinchi katalog qismida esa bizda mavjud bo'lgan barcha kurslar ko'rinib turadi. Bizda Liti milliy sertifikat namunali darslari va C va C+ darajadagi o'quvchilar uchun start, ya'ni matematikani umumiy 0 dan boshlab oxirigacha bo'lgan kurslar, matematika pro kurslari, express kurslari, ya'ni qisqartirilgan kurslar, bundan tashqari JPP kurslari ham mavjud bo'ladi. Va kurslarni qaysirini sotib olmoqchi bo'lsangiz, operatorlarimizga bog'lanish orqali sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Menu qismiga o'tadigan bo'lsak, bizda bildirishnoma, mashg'ul, ya'ni barcha mashg'ulotlar, sozlamalar va to'lov hisobotlar bor. Bildirishnomada biz tomonidan sizga yuborilgan SMSlar ko'rinadi, ya'ni xabarlar ko'rinadi. Qanaqadir ogohlantirishlar bo'ladigan bo'lsa, aynan bildirishnoma orqali biz jo'natamiz. Ikkinchi qismida esa mening barcha mashg'ulotlarim. Bu yerga kiradigan bo'lsak, siz sotib olgan barcha kurslar chiqib turadi va qancha kurs faol va qanchasini tugatgansiz. Misol uchun 2 ta kurs sotib oldingiz, bittasini tugatgan bo'lsangiz, mana tugatilgan qismida bitta holat turadi. Agar birortasini ham tugatmagan bo'lsangiz, hammasi faol qismida ko'rinib turadi. Bizda bitta kurs bo'lganligi uchun va u ham faol, hali tugatmaganmiz, shuning uchun faol qismida turibdi. Endi sozlamalarga o'tamiz. Mana shu yerdan o'zingizga kerakli barcha narsalar amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni qanaqadir ma'lumotlaringizni qayta kiritmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, aynan mana shu sozlamalar qismidan kiritishingiz mumkin. Deylik, misol uchun tug'ilgan yilingizda qanaqadir xato kiritgan bo'lsangiz, aynan mana shu yerda o'zgartirib olishingiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam
email raqamingizni yoki parolingizni eslashga qiyin bo'lsa, o'zingizga osonroq, soddaroq bo'lgan parollar mana shu yerdan qo'yib olishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda ekranda aynan qorong'u rejimga o'tish ham aynan sozlamalar qismidan bajariladi. Mana shu tugmani bosadigan bo'lsangiz, ekraningiz qorong'u rejimga o'tadi. Agar platformadan, ya'ni mana shu Exit platformasidan chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, joriy seansni tugatish tugmasi orqali siz saytdan chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mana siz platformamizdan qanday qilib to'liq foydalanish bo'yicha ma'lumotga ega bo'ldingiz? Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Agar siz hali ham bizning kursimizni sotib olmagan bo'lsangiz, hoziroq biz bilan bog'laning va o'zingizni qiziqtirgan kursni professional ustozlardan o'rganishni boshlang.